Shayx Muhammad Mutavalli Shi'raviy rahimahulloh shunday deydilar: 4 narsadan g'aflatda qolgan 4 kishiga hayronman. Birinchisi g'am-g'ussaga botgan odam. U qanday qilib Yunus alayhisalomning Qur'onda kelgan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, sendan o'zga iloh yo'q, seni poklab yod etaman, men o'zimga zulm qilib qo'ydim degan duosidan g'aflatda qoladi. Axir u zot bu oyatni ketidan biz uning duosini ijobat qildik va g'am-g'ussadan najot berdik demoqda-ku. Anbiyo surasi 87-88-oyatlar. Ikkinchisi katta zarar yetgan odam, ya'ni sehrlangan yoki biror bir dard bilan kasallangan kishi. U qanday qilib Ayyub alayhisalomning Qur'onda kelgan Bismillahirrohmanirrohim anni massaniyal durru va anta arhamur rohimin, menga og'ir zarar yetdi, ammo sen rahm qiluvchilarning eng rahmlisisan degan duosidan g'aflatda qoladi. Axir u zot bu oyatning ketidan fastajabna lahu, biz uning duosini ijobat qildik va unga yetgan zararni ketkizdik demoqda-ku. Kimki og'ir sehrlanib yoki boshqa tomondan bemor bo'lib chora topa olmay yurgan bo'lsa, ushbu Ayyub alayhissalomning Qur'onda kelgan duolarini har kuni 2 rakat tahajjud namozi o'qib ortidan 41 marotaba o'qisa tez fursatda shifo topadi inshaalloh taala. Alloh bu duoni qabul qilganini aytib turibdi. Bizga yana nima kerak? Chin dildan bu duoni vasila qilib har qanday kasallikdan xalos bo'lib olish mumkin. Biz kelgusida sehr turlariga bu duo virdini bayon qilib beramiz.